Assalomu alaykum yurtdoshlar, Xorazm obunachilar, yana bugungi darsimiz Xudo xolasa 89 turbo Toshkent 8 mm. Shundan bo'linishdi video tushirib ko'rsatib beramiz. Nishat polen jarayonlari bo'ladi, nishat tayyorgarlik jarayoni bo'ladi. Nishatda bu zaполнение bo'ladi, nishat oblikso'kka hammasini oxirida natijasini ko'rsatamiz Xudo xolasa. Ko'rishingiz mumkin, yana zazor 3lik zazor qo'yganmiz. Faskani 30-35 gradusda yatırganmiz. Başlayımız abi Xudo xolasa. Ben turbanı oturmayayım abi. Oturmayı şunu yap buramı. Navadan içini görüşüm gerek. İçini görüp gelemem de. İçine çıktı yatırgan. Lekin inabını sen berraktan koyayım kızdırayım keyin gelemem. İçine karatırsanız da çok ki görünür. Nereden kızdırayım gelip koş git gelin. Yıktırgan vaktinde yine zazor bargan vaktinde. Sen yine pultikliğine yıp karak kalmanın için 115'e düşürdü. Bu yırtılıp içine girip başlıyor. Uruk bolduk Xudo xolasa. Korendan keyingi, yani üstlerinden görüşleriniz mümkün, içlerinden görüşleriniz mümkün. İçi çıkanların endi garachi başlaymiz Xudo xolasa. Yine yurtdoshlar yana garachisini bo'ldi. Xudo xolasa natijasini ko'rsangiz de bo'ladi. İçi bo'lib chiqqanini ko'rsatib o'tadi. Garachini Xudo xolasa cho'tka bilan tozalaymizdan, cho'tka bilan tozalab bo'lganimizdan keyin zaполнение uramiz. Garachi bo'ldik, izinden zaполнение. Obunachilarga ko'rishingiz mumkin. Cho'tka bilan balaga qo'yib tozalab yaldiratdik turbamizni. 89lik turbo, Toshkent 8 mm'lik. Ko'rishingiz mumkin. Shuni tozalaysizlar. Qo'ldan kelganchalik shuni tozaladik. Keyin yurtdoshlar sizlarga yana aytib o'tayim. Bu 89lik turbo Toshkent 8 mm. Keyin avvalgi ketgan yigitlarimiz bor, o'zlarimiz o'quvchilar, tayyor kadrlar kelgan vaqtida yerdan 15 santi balandlikda 57lik turbani tashinasi 3,5 mm'lik turbani urib ko'rsatganmiz. Havoda poldan balandligi 15 santimetrlik turbani ishlatib urish kerakligini ko'rsatganmiz. Bu videolarni chiqaramiz Xudo xolasa. Agar sizlarga video qiziq bo'lsa, turbo urishimiz qiziq bo'lsa, kommentariyani portlatsanizlar, Xudo xolasa like'larni bossangizlar, shu turbolarni ham urib ko'rsatamiz. Oblisovkaga yetib keldik, turbani sovutdik. Чтобы oblisovkani chiroyli chiqishi uchun endi boshlaymiz. 150 amperda oblisovka ko'ramiz. Navga 150 amper desangizda turbamizning toshinasi 8 mm. 150 amper ko'taradi. Shuning uchun 150 amperda. Birovlar 140 da urishi mumkin, birovlar 130 da urishi mumkin. Birovlar 180 dan urishi mumkin. Lekin hammaning o'zining qo'lining tezligi apparatni amper necha berishina bog'liq bo'ladi. Shuning uchun kuzatinglar, hozir ko'rasizlar. Başlasanızda balla oblisovka bir uzluksiz yuqoriga urush imkoniyatingiz bo'ladi.
Kolumuzdan gelənçəli şunu examinlardan ötülsənizdə yardım beremiz. Türkiye devletine geçiş hazır vakansiyamız açık. Bemalol geçişleriniz mümkün. Examin jarayonidan ötsənizdə. İşi let urup bergen yigitler bemalol examinni ötüp ketiyorlardı. Müracaat etinglar. Koldan gelənçəli like qoyunglar, koldan gelənçəli tarqatinglar. Şikarını urganamanda birgalla bolsa, tayyor kadrlar bolsa, işe ketamanda birgalla bolsa, müracaat etseler koldan gelənçə yordam beramiz. Kutib qolamiz. Xorazm Argon zo'r.